Assalamu alaikum. Uyghur Apligi körürmelleri programımıza hoş geldinler. Mehmet Aktaşoğlu efendim. Programı hoş geldiniz. Ve aleykümselam. Sen mi hoş geldin? Programımız başlaştın burun yana ta'kidlab qo'yganimiz. Bizni qo'shib elishinglarni, bizga taklif fikr berishinglarni, bizga layık berishni unutib qolmasliklarini tuvanchilik bilan so'raymiz. Undaq bo'lsa, boshqa ta'kidlaydigan ish bo'lmasa, boshlab ketamdiq. Başlayıp gideyle. Endi bu yani bu ne ma'abitlikni Amerika bekroq nimedek turdi shunga Amerika to'g'riliq boshlaymiz savolni. Amerikaninki ma Ukrainaga, Rossiyaniki uzun mezgillik boshqurilgan bo'lib etishni yo'l qo'yganligi. To'g'riliq bir nima chiqdi 19-islar xabarlar tarqalgan chog'da. Ammo Xitoyninki nima do'yin taratqulardimi bu to'g'riliq xabarlar chiqyapti nima Rossiyaniki nima qildigan uzun mezgillik boshqurilgan bombasini nima qilganlikqa tushganligi degandek tunji qatim buni xalqaro dunyo bo'yicha tunji qatim ishlatilganligi to'g'riliq xabarlar bo'lyapti, ham qiziq nuqta bo'lyapti. Endi buning qarta qanday qaraysiz? Oldin qaptiq biz qaysi Trump kelgandan keyin bu ishning vaziyatning o'zgaradiganligi, shunglashqa kimning bu nimada deymiz qanchalik kuchli bo'la olsa shuning bekroq urush to'xtaydiganligi to'g'riliq deyishgan oldin qapti. Bunun qarta hamda qanday qaraysiz? Hamda bundan keyin tegmi prezident alinish jarayoniga qadar bu vaziyat tegim keskinlashib ketadi bir oy jarayonida. Qanday bo'lishi mumkin sizcha? Elbette biz aldığımız programda degandek aldığımızdaki bir ikki ay yine Trump'nınki taxtga chiqqıçıga bo'lgan mezgil Rossiya Ukraina o'rtasidagi to'qinishninki intayin hal qilg'uvchi bir payti. Çünkü Trump hokimiyat beshiga chiqqandan keyin men ikki tarafni yarashtirma dedi. Yine yarışishga ustalik kelishga zo'rlayman demoqchida. Trump'ning usuli bo'yicha bo'lganda hamda u oldi bilan Putinga to'xta deydi. Ondan keyin Zelenskiyga sen bu to'xta deydi. İkki yarash deydi. Agar qaysi taraf qabul qilmasa, u chaqda shuni yana bir taraf bilan birlashib turib yasaydi da. Chunki uning ustobi shu. Ammo har ikki taraf qabul qila oladigan bir ssenariyani, bir sommani bekitdi hamda. Xuddi tijoratnikiga o'xshash. Yani Rossiyaga tamamen bütün Ukrayna'dan ağan zamanından çıkıp geldiyse Rusya unumaydı. Şundaq-ku. Doğru. Ukraynaga hem de tamamen hemmeden vazgeçtiyse Ukrayna unumaydı çünkü üstündeki zemin haqliq zemini. Bundaq ahvalda muayyen bir sommaga kelish kerak bo'ladi hamda. Bu yer kelish uchun albatta Trump bir savdogar bo'lib bilan unda olsa sen manınga razı bol, sen manınga razı bol deydi de. Bunun için her iki taraf hem de şu çakışı üzünü güçlendiriş gerek biz aldığımız programlar degendik. Bu aylardan bu yan halkaradaki analizçiler, muhbirler dep kelayotgan bir gap. Şuna bu mezgil intayin muhim her iki taraf üzününki huzurunu kuchaytirishga tirishyapti. Hem de ötken haftadaki vaziyette biz Trump çıkkandan keyin Ukrayna urushiga nisbatan past pozitsiya tutadiganligini, Ukraynani qo'llashda uncha xalab ketmaydiganligini bildirgandan keyin Rossiyaninki keskin hujumlarni boshlaganligini Ukraynaga buningki yani Trump'ninki bu pozitsiyasininki Moskvaga nisbatan hem de Amerika bu urushdan yaltayıptı degan uchurni berganligini. Yevropaning buningga qarta nimasininki bo'shab ketganligini, peyning bo'shab ketganligini va bu masaladan ansirashga boshlaganligini tilga olgan. Buni muzokara qilgan. Degandek hem de Rossiyaninki Ukraynaga qaratgan hujumi nihoyatda kuchayib ketdi yaqinqi bir necha hafta ichida. Üzündeki askeri gücünü kuchaytirish uchun
Çavşen'den askeri ötkedi. Yani bununla karta biz aldığımız programda eğer Amerika hem de bulup mu Biden hükümeti hem de bir işgal vakit kalgandiken Trump keyniga buryanmıgıdak derecede bir tedbir kollanıp kalsa acep emas degan edik. Doğru. Degan Biden ötken hafta aylardan bu yan Ukrayna talep kılıp kelgan ama Amerika ihtiyat kılıp yol koymay kelgan Amerikadan ağan uzun musafirlik başkurduğun bombalarını Rusya zeminiga yetiş meselesinde ahiri yol koydu. Amerika'nınki icazet birişi bilen Ukrayna Amerika'dan ağan, Amerika'dan yardım süpütü ağan uzun menzillik bombalarını Rusya zeminida işletişki başladı. Bununla ergişip Angliya mı ruhsat kıldı, Fransiya mı ruhsat kıldı? Aslında biz aylar burun dep kelgendek Angliya, Fransiya qatarlıqlar bununla ruhsat kılışqa mayıldı. Ama Amerika'nınki icazeti qarab qalgan. Şuna Biden'ı qayıl qilish uchun Angliyanınki amaldorlarınki kuchayotganligi haqidagi xabarlarni bir necha ay burun tarat qulog'i chiqqan. Şu bu qatim hamda Biden rasmiy buni ijozat berdi. Angliya ijozat berdi, Fransiya mı bununla erişip ijozat berdi. Albatta bu ijozat yanılam ma'lum cheklimaga ega. Yani Moskvagacha yetishga yo'l qo'ymadi hozirmi. Ama chegara rayonlaridagi Rossiya ziminlariga yetishga yo'l qo'ydi. Buning ta'sirida Putin qattiq chiqqanishib ketdi. Putin bu NATO'ningki bizga urush e'lon qilganiga barobar. Shuni biz xohlasak butun Yevropani bombardimon qilamiz. Yevropadagi har qaysi nishonlari bizningki qonunliq nishonimiz deyishga o'tdi. Eng cho'ng ko'zori bo'lgan yadro qurol ko'zorini yana ko'tarib chiqdi. Biz endi Ukraynaningki nishonlarini ham emas, balki Ukraynani qurol bilan ta'minlagan davlatlarning nishonlarini qonunliq nishon deb qaraymiz dedi. Albatta bu bir tahdid hamda ogohlantirish. Buningdan hamda Rossiyaningki urushni Yevropaga kengaytirganligidan direkt bir deyishga bo'lmaydi. Masalan, Berlinning yoki Londonning yoki Parijning atog'in Rossiyaningki bombalari bilan urilganligini ko'ramiz degan gap emas. Ammo agar ish davomlashsa men shunday qilma demoqchi. Yani Amerika'nınki, Yevropanınki Ukraynani ta'minlagan bombalarninki o'zining ziminiga tushishi va portlashi bu bizga jang e'lon qilganga barobar deb qaraganligi. Amaliyotda bu urush boshdan tortiblam nuqul Ukrayna bilan Rossiyaning urushi emas. Chunki Ukraynami NATO'ga kiraman deb turib, ondan tayoq yegan bir davlat. To'g'ri. Turib-turiblam emas. Şuna hem de bu urush başlanılan NATO ve Amerika'nınki aksıda qo'llab berish bilan boshlangan bir urushdi. Ama Putin ham bu qatim texmo maqomni yuqoriltib turib Ukraynaga qurol bergan davlatlarmi bizningki hujum nishonimiz deyishga boshladi. Bu gap Iroqdagi davlatlarni qo'rqitmagan bilan Amerikadagi başka devletlerine ama Ukrayna chegarasiga yaqin Polsha, Chex deganga o'xshash devletlerine en sırtıda elbette. Şu an Polsha'nınki baş ministerimi biz o'ylamagan bir ish bo'layotdi. Nama'lum bir ish bizga qarab kelyotdi deb ifoda bildirdi bu masalaga qarata. Ondan keyin Angliyami agar kerak bo'lsa urushga kirdiganligining gapini qilyotdi. Ya'ni hamda Ukrayna urushininki karakteri burunki rayon to'qinishidan bara halqib bir dunyoviy yarashariy urushqa yoki to'qinishqa qarab ketyotdi. Oldin qatim mushtoqlik to'xtagan hamda balkim bu necha davlat davomli birlik kirib qolsa bu urushqa dunyo xalqligi
3-cü Dünya uruşu yoki xalqaralıq bir dövlətləraro urushqa kirib ketishi mumkinmi deb shu to'g'riliq bir aqir to'xtalgan He, buni işte eee deyishgan to'q. aylardan bu yan deyishyapmiz bu gapni. Bu gapni qilishyapmiz. Endi ma ahvol qarta mushta bir kirib qelish ehtimoli bormi endi 3-cü Dünya urushi boshlanib ketishi degandek. Yoki uni ehtimoldan yuqori bo'lishi yuqori bo'lamdi. Hem de dünya urushi deganda anaqa dunyoda hozirgacha dunyo urushi deb atalgan ikki urush bor. Birinchi dunyo urushi, ikkinchi dunyo urushi. Biri 1919-yildan 20 yilgacha 14dan 19gacha bo'lgan bo'lgan urush. Yana biri 39dan 45gacha bo'lgan urush. To'g'ri. Yana buning dunyo urushi deb atalishida hamda ko'lami dunyoviy ko'lamda bo'lganligi uchun. Albatta shu chog'da urushga kirmagan davlatlar bor yana dunyoda-chi. Ammo keng ko'lamlik nurg'un davlatlar qatnashgan bo'lg'achqa bu dunyo urushi deb atalgan. Shunga hamda 3-chi bir dunyo urushiningki portlashiga kelsak, bu yerda ko'p sonli davlatlar qatnashgan vaqtda lekin dunyo urushi holiga keladi buchu. Keng ko'lamda. Shunga hamda bugungi dunyodagi yadro qurollarni o'ylashgan vaqtda o kadar cho'ng bir urushningki yuz berishi ehtimolligi tuvan, chunki hamma davlat ma'lum bir yerga borganda hamda o'zininki yadro qurol bilan hujumga uchraydiganligini o'ylaganda taslim bo'ladi-da, hamda hech bo'lmasa bel qo'yib o'tadi. Urush u darajaga taraqqiy qilmaydi. Chunki ikkinchi dunyo urushini oxirlashtirgan narsa oxirgi hisobda yadro qurol bo'ldi. To'g'ri. Yaponiya mag'lubiyatga yuzlangan bo'lsa-mu, ammo to'liq taslim bo'lmagan. Amerika Nagasaki bilan Hiroshimaga 2 dona atom bombasi tashlagandan keyin Yaponiya rasmiy taslim bo'ldi. Chunki butun bir millat sifatida yo'qolib ketadi-da taslim bo'lmagan bo'lsa. To'g'ri. Butun Yaponiyani millat sifatida yo'qotib o'tadi u chog'da Amerika. Shunga Yaponiya siyosiyonlari, podshohlari keskin taslim bo'lishni qaror qildi. Buningga o'xshash hamda yadro qurolining shundoq oxirlashtiruvchi, belgilaguvchi roli bor-da. Shu hozir Putinmi shu yadro qurol ishlatma deb tahdid silyapti. Ammo bu yadro qurol Putinda ham yo'q. Putin tahdid silyotgan Ukrainaning o'zida bo'lmagan bilan Ukrainani qo'llayotgan yoki Putin Ukrainaning keyindagilarni dushman deyotdi hozir. To'g'ri. Shu dushman deyotganlarning qo'lida yana yetguchi yadro qurol bor. Masalan, Yevropada Angliya bilan Fransiya yadro davlati. NATO'da Amerika yadro davlati, cho'ng yadro davlati. Buni qassak NATO'ning o'zida ham 3 tane yadro davlati bor. Shunga Rossiya atgan yadro qurolini ulama atalaydi. Buni albatta Moskvami biladi, o'ylashidi. Shunga bu urush uzunga suzilib ketsa-mu, mayli Washington bo'lsin yoki Brüssel bo'lsin, hozirgacha Ukrainani bekkalaqa kuchli qurollar bilan qurollantirmadi. Sababi Rossiyani chekidan oshirmaslik. Ya'ni g'azabini tashqizmaslik. Ulug'lish xarakterlik, vayron bo'lish xarakterlik bir hujumninki kelib chiqishdan oldin olish. Shunga hamda keng ko'lamlik bu dunyo urushiga aylanish ehtimolligi yana ham tuvan menimcha. Ammo rayon xarakterlik urushdan barobar eshib dunyoviy bir to'qinishga aylanishga qarab ketyapti. Shunga hamda buni kuzatishimiz kerak. To'g'ri. Lekin hamda bu cho'ng davlatlarniki Mirshaymerning bir teoriyasi ham nima hegemon kuchniki. John Mearsheimer. John Mearsheimer'niki. Hegemon kuchlarniki odatda bir Kuba krizi bo'ldi-ku, masalan, ashuma bir atom bombasiga aloqali bir kriz. Agar bu 60-yillarda agar cho'ng davlatlarniki masalan nimda hegemonik kuchlarniki, ya'ni Jahongir deymiz-ku, yo'q, Jahongir kuchlarniki agarda qalaymiqan ish qilib qo'yish mumkin deydigan bir teoriyasi bor-ku, demak, ochiq kelgan vaqtda o'zini nim qilinmay yoki atom bombasi har qanday bir narsa ishlatib qilish mumkin. Bu bir o'zga kuchli bir teoriya deb qaraydim-da.
Hamda John Mearsheimer'ninki asosi ham John Mearsheimer haliqi realist iqlimninki hozirgi zamondagi eng tirik eng cho'ng mutafakkiri hamda kuchli shundoq. uning qarashi bo'yicha bo'lganda hamda jahongir kuchlar hamon bir-birining beshini yemay to'xtamaydi. Shunga John Mearsheimer Amerika bilan Xitoy o'rtasida bir maydon urushning chiqishi muqarrar deydi. Shunga bu urushningki oldini olish uchun tirishish kerak deydi har qaysi tarafchi. Agar buning uchun tirishmasa, yana chiqadi deydi. Hatto tirishsimi chiqadi deydi u nazariya bo'yicha bo'lganda. Nimishqa desa, chunki ikki taraf xohlamagan taqdirda chiqadi, chunki manfaatlar to'qinishidi deydi. Manfaatlar to'qinishgandan keyin bu yerda biri-biriga yo'l qo'yay desimi qo'yolmaydi. Ya xuddi bir jangalda ikki yo'lbars yashayolmagandekchi. To'g'ri. Oxirida bu birininki yana birini yeyishi bilan ondan keyin tugaydi deb qaraydi. Ammo Rossiya hamda hozir Yevropa uchun ya Amerika uchun u qadar cho'ng raqibmi yoki dushmanmi desang emas aslida-chu. To'g'ri. U Kuba krizidagi vaqt kuchi bilan hozir bir Rossiya ham haqiqatan cho'kayotgan kuch. U chaqda u bir Sovet ittifoqida Amerikaning qarshisida tura oladi. Hozir Rossiya Amerikaning qarshisida tik turolmaydi. Faqat Amerika uni o'zining rayon chambarigidami xotirjam nochilik qilib qo'ymag'achqa chiqayotgan urushmoqchi. Endi Rossiya deydi, bo'pti hamda dunyoni boshqarammidim, dunyoni so'g'idek hamda kuchim qolmadi. Ammo hech bo'lmasa men o'zimning mahallasida bir nochi. Meni hamda qit'atlab kelib bu yerda buzaq qilma desang, men unmayman deydi-chu hamda. To'g'ri. Hech bo'lmasa bu O'rta Osiyo, Kavkaz, bu atrofimdagi Ukraina, Gruziya, masalan, Qozog'iston, Ozarbayjon, Armeniya degandek bu davlatlar degan meningki fikrlarim bu-chu. Sen bu yerga kelib bunimi mendan tatib olaman desang, o chaqda men yo'l qo'ymayman deydi. Shunga u hozir qarasang Ukrainaga qilgan hujumi amaliyotda o'zining gapini anglamay Amerikaning keyni kirib ketgan fikrlarini yoki sho'rkisini uyg'ondek bir gap bu qora guruhninki katta boshlarining-chu. Sen go'y mening gapimni anglamay haqning keyni kirgandan keyin to'ya debchu. Bu boshqalarga ibrat amaliyotda Belorussiya bo'lsin, Armeniya bo'lsin. Masalan, Gruziyani misol olsak, Gruziyada oldingi programmalarda deyishdik. Gruziyada Rossiya parastlar hokimiyatni utdi shundaqku. To'g'ri. Nemishqa? Chunki Ukrainaga qarab ibrat oldi. Gruziya xalqi Rusparastlarni tanladi. Yevropa parastlar, Yevropa tarafdorlari ko'chalarga chiqib namoyish tashkilladi, ammo ko'p sonli kishi qo'llamadi. Hozir qarasam xabarlarda tahlilchilar Gruziya xalqi yana tinchlikni tanladi. Shuning uchun Rossiya tarafda turishni xohladi deydi. Masalan, Rossiya tarafdorlarininki Ukrainaga qaranglar, Ukrainaning kuniga qolamiz degan gapiga qarata Zelenskyni ochiq gap qildi-ku, biz qaysi kunga qoldik debchi. To'g'ri. Ahvol shu. Shu hamda Rossiya o'chaqdagi Rossiya emas. Amerika, Yevropa uni o qadar cho'ng tahdid deb qaramaydi. Albatta qaramaydi hamda. Ammo hozir Putinning talabaligidan hamda hozir qarashga boshladi bo'libmi? Amerika endi ham qaramaydi. Shu Trump hozir men Ukraina, Rossiya bilan iqtisodimni, pulimni, kuchimni vayron qilmayman da'vatidi. Ammo Yevropaga nisbatan yana ham tahdid. Shunga Yevropa hamda Rossiyani cheklash uchun kuchlantirishdi. Yevropa buni tunib ketdi. Endi buningga mushunchalik to'xtalaylik. Oldin qaptim to'xtalgan yana buningdikimi yana davomli to'xtalamiz. Davomliq. Endi yana O'rta Sharqqa qaytib kelsak, xalqaro jinoiy sudniki Isroilyaniki Netanyaxuni anikin mudofaa ministrini Galanni tutish buyrug'i chiqqan ayni vaqtda. Endi shunda bo'lsa-mu, bu endi 2023 yil 5-oyning 20 başlagan bir yıl
bo'pti hisobda. Hı hı. Lekin ammo uningga tutilganga aloqador bir nima yo'q. Endi hozirda yana davomli bo'lyotidi bu ishlar, davomli Hı hı. urush yoki nimaga. Endi Yana qayta tutish buyrug'i chiqadi yana o'sha. aha, qayta tutish buyrug'i chiqqan bo'ldi. Endi buning qarta Amerikaning tutumi yoki hozirgi dunyoning tutumi qanday bo'ldi? Buning endi nima ya'ni buningga biz ko'zga ilib bir muomala qilamdi yoki faqat va faqat masalan tutish buyrug'i chiqaribdi deb o'tib ketamdi. Qaysi shaklda bo'lishdan qarta bir tahlillarimizni so'zlab beramiz. Endi Xalqaro Jinoiy ishlar sudininki qarori, hukmlari İsrailiya tarafından itiraf qilinmaydi oldi bilan. İsrailiya chunki bu sudga a'zo davlat emas. Shunga İsrailiya baştadan bunga norozilik bildirgan. Seninki men haqimda sudlash qaror chiqish huquqing yo'q, chunki men Rim xitobnomasiga a'zo qo'ygan davlat emas degan. Ondan keyin İsrailiyani eng chong qo'llaydigan davlat Amerika. Ovozim yaxshi emas bugun. Kechiring. Amerika mı bunu qat'iy itiraf qilmaydi. Amerika mı bu sudniki a'zosi emas. Yevropa İttifaqidagi ba'zi davlatlar buni itiraf qilganligini bildiribdi. Masalan, Gollandiya deganga o'xshash, Belgiya, Gollandiyaga o'xshash ba'zi davlatlar. Ammo Yevropadagi Vengriya men Netanyaxuni davlatimga taklif qilaman bu sudniki hukmininki hech nimaga arzimaydiganligini ko'rsatib qo'ymaydi dunyoga da'vatida. Chunki Vengriyada radikal o'ngchi bir hukumat bor. Yana yig'ib aytgan vaqtda hamda Netanyahu bu davlat bu sudniki hukmini itiraf qildigan va uni qo'lga oldigan davlatlarga bormaydi. Bormasa uni itiraf qilmaydigan davlatlar bilan muomala qilib, ular bilan berib kelib yursa, bu sudniki hukmi faqat axloqiy jihatdan Netanyahuni va uning hukumatini ayblashdan boshqa mohiyatlik bir natija ko'rsatmaydi. Bu sud bundan burun Xi Jinping demek xatolashdim. Putinga Ukrainadagi bolalarni Rossiyaga qonunsiz yetkazish bilan insoniyatga qarshi turish jinoyati turg'izib tutish buyrug'i chiqargan. Esingda bo'lsa. To'g'ri. Ammo hozirgacha Putin nurg'un davlatlarga bordi, hatto bu sud a'zo bo'lgan Mong'oliyaga bordi. Mong'oliyadami unga qarshi hech qanday bir ahvol ko'rilmadi. Shunga Xalqaro Jinoiy ishlar sudininki qarorlari ijro qilinmasligi gap qoldi hozirgi dunyoninki xalqaro sistemasida. Shuni yig'ib aytgan chog'da axloqiy jihatdan Netanyahu bilan Galantninki jinoyatchi ekanligini bekitishdan sirt jiqishga yaramaydi hamda. Buning mushuncha to'xtalamdiq yoki boshqa qo'shadigan taraflar bo'lsa qo'shsam bo'ldi. Bu sudning hamda ichilish İsrailiyaninki norozilik arzini rad qilib, agar yana ozroq so'zlab turing desam, norozilik arzini rad qilib, bu qatam qayta qarab chiqishida hamda İsrailiya sudga a'zo bo'lmagan bilan Falastin a'zo. Falastin bir davlat sifatida Rim ahdnomasiga a'zo ekan. Shuning uchun sud kollegiyasi jinoyat Falastinda yuz berganligi uchun Falastinga bir taraf hisoblanganligi uchun İsrailiyaninki noroziligini rad qilgan. Va shuning bilan nuqul İsrailiya tarafdan emas, Hamas tarafdan Muhammad Deyib Bag'u, Hamasninki harbiy qo'mondoni. O'tgan yilgi 7 oktyabrmi? Shu voqeaniki planlovchisi. Unimi o'xshashlanmish jinoyatchisi deb hukm chiqargan. İsrailiya tarafdan 2 kishini, Hamas tarafdan 1 kishini majina tush buyrug'i e'lon qilish doirasiga kirgizgan. Shunga hamda qonuniy jihatdan aytgan chog'da sudniki asosi bor degan gap. Ammo xalqaro sudning hukmlarini hozir ijro qilgudek xalqaroliq bir nima yo'q. Atmosfera yo'q.
Hech kim hozir nima qilmayotdi hesabda Bu masalan. Netanyahu'ni yoki İsrailiya hükümeti keyingi İsrailiya hükümeti değil hem de Mhm. bu xalqaro sudga topshirib berish kerak. Agar İsrailiya hükümeti topshirib bermasa yoki xalqarodan ma'lum bir xalqaro ittifoq İsrailiyaga besib berib, uni qo'lga olib, xuddi Yugoslaviyaningki sobiq prezidentini sotligandekchu yoki Yaponiyaningki, Germaniyaningki sobiq generallarni, amaldorlarini sotlagandek shularga topshirmoqcha u xalqaro sud degandanki nimadan farqi yo'q anaqa axloq komitetidan. Ya'ni nimaga o'xshaydi xuddi bir anaqa ulamoniki fatvo bergandek bir narsa bu. Bu jinoyat ekan, jazo berilsin deb. Ammo ijro qiluvchisi yo'q. Uni agar ijro qiladigan bir kuch bo'lmasa, u faqat shu fatvo degan axloqiy kuchga ega. Mhm. Shu odam o'zi xolis amal qildi, xolis amal qilmaydi. Shunga o'xshash narsa. Hozir haqiqatan masalan har qanday nima masalan Rossiya olsun yoki Xitoy oldimizda balki Xitoy nima qildi masalan. Xitoy bo'lib qolgan taqdirda Xitoy e'tirof qilmaydi, nima e'tirof qilmaydi, Isroil ham e'tirof qilmaydi masalan. Xitoymi sudning a'zosi emas, shu Xitoymi e'tirof qilmaydi. Uyg'urlarning haqidagi da'vog'imi u sud Xitoy sudning a'zosi emas, shu bizningki adliya huquqimiz yo'q deb rad qilgan ayni vaqtda. Endi Tojikiston sudga a'zo bo'lg'achqa ba'zi Uyg'urlarni Tojikiston orqali Xitoyga o'tkazgan ahvollarni dalil qilib turib, sudga da'vo ochgan. Sürgün hükümetlikler dava açtı o da bilishimcha. Ama qabul qilmadi. Bunun ham mushunchalik to'xtalayli. Endi keyingi savol yana Amerika qaytamiz. Amerika ma yangidan 29 Xitoy shirkatini qor tizimiga kirgizgan bo'pti. Ya'ni 22 noyabr. Hamda bunun bilan birlikda ham shu qo'shilib 100 dan ortiq Xitoy shirkati qor tizimiga kirgizgan bo'pti hamda. Bu 25-soatdan boshlab yo'l qo'yish boshlaydi ekan. Hamda oldingi haftam degan to'q normalda oldingi hukumat keyingi hukumatga normalda ishlab bomba qo'yib mangado deb hamdalik dedik masalan o nimadagi vaqtda har qitim shu siyosatchilar ayrilishdan burun hamda oz qolgan vaqtda o'zining nima deymiz o'zining burun suvi qorlarni ham yuvish ekan masalan ma'mo hesabda mina qo'ydi hesabda nimaga bundan keyin masalan bu hozir 29 qaytadan qo'yibdi hamda hukumat amlashib kelgandan keyin hamda buni yaxshilashga tirishamdi yoki bu faqat mushbeti yana davom qilishi mumkinmi sizcha? Menimcha bu yerda hozirgi qo'yilgani Uyg'ur majburan munosabatli shirkatlar hamda. Shundoq. Shunga Amerikaningki savdo manfaatiga nisbatan cho'ng bir foyda ziyon olib kelmagan ahvolda bu davomlashadi. Trump hukumatimi shuni shu paytda ijro qildi deb o'ylayman. Ularmi yana ko'p korxonalarni bu tizimga kirgizishi mumkin. Chunki majburiy emgakni cheklash Amerikaningki qonun bilan bekitilgan, bu hukumatlarningki siyosati bilan emas. Majburiy emgakni oldini olishga oid ichki qonun bor hozir yo'l qo'yilayotgan. Shu qonun asosida bo'layotgan ishlar bo'lgandan keyin buni nuqul siyosat bilan o'zgartmaydi. Ammo Amerikaningki Xitoy bilan bo'lgan savdodagi cho'ng manfaatlariga taqishib qolib qolsa, u chog'da ba'zi korxonalarni chiqarib o'tish mumkin, ba'zilarini kirgizmasligi mumkin. Ammo Trumpmi o'xshashlar Xitoyga savdo bejini ko'plab qo'yman, embargo yurgizma da'vatgan bir shaxs. Shu savdo jihatdan Xitoyni o'xshash yana umu boplaydi. Lekin chiqish nuqtasi jihatdan farq bor. Biden hukumati Demokratlar partiyasi bo'lg'achqa, demokratik kuchli bo'lg'achqa, ular kishilik huquq nuqtasidan qarab bakrak masalaga yuzlangan bo'lsa, Trump hukumati mayli jumhuriyatchilarning Amerika manfaati birinchi degan qarashi bo'yicha bo'lsin yoki o'zininki savdo jihatdan bo'lsin, bu iqtisodiy manfaatni bakrak oldin qo'ydi. Undaq bo'lgandan keyin Xitoyning bu shirkatlarga bergan jazo
ularni kirgizgan tizimdagi kirgizishninki sabablari Amerikaninki iqtisodiy manfaatiga qanchalik foyda olib keldi yoki qanchalik ziyon olib keldi degan nuqtadan qaraydi-da. Bu qarash nuqtasi o'xshamaydi. Menimcha. Bundaqda boshqa qo'shib qo'yadigan narsalarimiz bormi? Bu hozir sen degandek yüzlüğü bade bu şirket mecbur emgakka munosabatli To'g'ri. Amerika davomli ijro qilyotidi buni. Endi bu Xitoydagi bir davlatni majburiy emgakka chetilgan shirkatlarni jazolab tizimga kirgizish orqali majburiy emgakdan to'xtatqilib bo'lamdi. Bu menga nisbatan bir savol belgisi hamda gumonliq nuqta. Lekin Amerika o'zininki yerlik qonunlari, iqtisodiy teftiş belgelemleri, axloq nuqtalaridan chiqib turib buni yurgizish kerak, chunki Amerika fuqarolari Amerika hukumatining yo'l qo'yishi bilan majburiy emgakda ishlangan mahsulotlarni iste'mol qilsa bo'lmaydi. Xuddi bu o'g'irlab kelgan molni sotib olgandek bir gap qo'yamdi. To'g'ri. Bu sening obro'yingni to'kidi. Ammo buningki Xitoydagi majburiy emgakka tugutishga nisbatan qanchalik bir ta'sir ko'rsatadi yoki vatandagi Uyg'urlarningki turmushiga qandaq bir ijobiy narsa olib keldi degan savolga kelsak, sen so'ramading albatta. Men bunga qarata unchalar umidvor qarashda emas. Albatta u yerdagi shu majburiy emgakka kelayotganlar Xitoy shirkatlari bo'lgandan ularga ziyon bo'lsa yaxshi, ammo ularga bo'lgan ziyonningki bizningki millatimizga qanchalik foydasi borligi yoki Xitoydagi bir cho'ng davlatningki bu majburiy emgakka zarba berish, o shirkatlarni qarshisiga ilish bilan bu xil plandan voz kechishi tasdiq o'ylayman. Chunki kichik davlat bo'lsa iqtisodiy besimga bardoshlik berolmay bo'ptodek yo'l qo'yishi mumkin, ammo Xitoy Amerika bilan savdo qilmasa yana nurg'un boshqa yerlarga sota oladi. Shundaqdimi hamda o'tgan bir necha yilda bizningki vatanninki iqtisodiy savdosiga ig'ir zarba bo'lgani rost hamda bu Amerikaninki jazolashlarining cho'q. To'g'ri. Xitoyningmi mushu tufaylidan hamda irqiy qirg'inchilik yo'q deb yolg'on tashviqotga o'tayotganligi rost. Ammo mohiyatlik bir o'zgarishni ko'rmadik hozirgacha. Muşunun qo'llab hamda keyingi bir savol, ya'ni Yevropa Ittifoqininki majburiy emgakning mahsulotlarini cheklashni qarorini ma'qulligi. To'g'riliq nima Yevropa Ittifoqi ma'qullabdi. Ha, maqadim qo'lladi. Hisobda endi shunda degan vaqtda hisobda Amerikaning tutumi Yevropaga bevosita ta'sir qildi, shundaq hamda. To'g'ri. Masalan, hozir bu endi oldingi Amerika yo'lga qo'ymagan bo'lsa, majburiy emgakka qarshi turish qonunlarini, jazolarini Yevropami yo'lga qo'ymaydi aldirab. Chunki Yevropa ko'pincha Amerikaninki yo'liga ergishidi hamda. Ikkinchi dunyo urushidan tortib hozirgacha Amerika ergishib keldi-ku Yevropa. Shundoq. Mustaqil bo'lamiz deydi, ammo bo'lolmaydi hamda hozirgacha. Shunga bu qatim Yevropa Ittifoqi majburiy emgak mahsulotlariga qarshi turish, cheklash to'g'riliq bir qaror ma'qulladi. Bu nuqul lekin Amerikaninki o'xshash Uyg'ur majburiy emgakiga qartilgan emas hamda. Yani umuman Yevropa Ittifoqi doirasiga qartilgan. Chunki Yevropa izchil bu chaqqicha bu masalaga sal qarab kelgan. Birlik kelinmay. Masalan, kichik tipdagi qaror loyihalarini ma'qullab vaqtda hozirgacha bir qonun ma'qullanmadi hamda-ku. To'g'ri. Bu shimo bir qaror hamda, qonun emas. Ko'pincha qarorlarninki Yevropa parlamentida ma'qullangan qarorlarninki ijro kuchi yo'q-ku. Faqat ayiblash kuchi bor. Bog'lovchi emas hamda. Qonun atalg'usiga aytgan vaqtimizda, ya'ni Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar va hukumatlarni cho'qim ijro qilishga zo'rlayolmaydi Yevropa parlamentining qarorlari-ku. Faqat haydakchilik qiladi yoki irodasini bildiradi hamda-ku. To'g'ri.
Yevropa İttifakı'ndaki asaslık hükümetle icra kıldığı keskin kararlarını Avrupa Parlamenti emas, Avrupa Komisyonu, yani Avrupa'daki ministerler birga kelib muzokara qiladigan mexanizmda oladi unda qarorlarni-chu. Şu kişilik hukuk münasebetlik bazı ko'rsatmalik yoki nima deymiz, ko'rgazma xarakterlik qarorlarni Avrupa Parlamenti ma'qullaydi. Avrupa Parlamenti shunga sen mi berib so'z deyalaysan, men mi berib so'z deyalayman, aşağıya berib tizimlatib, xuddi boshqa davlatlarning parlament a'zolari bilan ko'rishgandek, ular bilan ko'rishib chiqqili bo'ldi hamda. Ammo ochqishli qarorlar asosida Avrupa ministerlaridan tashkil qilingan bir Avropa Komisyoni, Avropa Kengashi degandek boshqa mexanizmlar tarafidan ilinadi-da. Shu Yevropaning hamda shu majburiy emgak mahsulotlari qarta izchil bo'sh kelishligi sababmi Yevropaning iqtisodiy masalasini o'ylashganligi. Ya'ni azon emgak kuchi nada bor? Xitoyda bor, Bengalda bor, shundaqmi? To'g'ri. Hindistonda bor, Chaushenda bor. Bu davlatlar mustabidmi? Mustabid. Mustabid davlat endi majburiy emgak bo'lamdi. Bo'ladi. Majburiy emgakka solmasa nima qiladi u haqida mustabidlik qilib. Shunga bu yerda ishlab chiqargan mahsulotlarni rad qilsa yoki shirkatlarni bu yerlarda mahsulot ishlab chiqarishdan to'ssa, u chog'da u davlatga mahsulot kelmaydi, azon mahsulot kelmaydi. Shirkatlari foydalanmaydi. Shunga Yevropa buningda izchil keskin bo'lolmay keldi. Hamda Amerika hozir majburiy emgak ishlarida keskin bo'la oladi. Çünkü sebebi Amerika hazır hem de başka devletlerdeki şirketlerine qaytib kelib o'zimizning davlatida shirkat qur deyapti. Yani u yerlarning azon mahsulotlariga muhtoj emas hozircha. Yoki uning ziynini ko'ryapti, u yerlarga mablag' solib azon narsa kelishninki. Uning o'rniga hamda Trumpning yangi siyosati tamamen Amerikaning chet eldagi shirkatlarni qaytarib kelish, Amerika'nın dollarini yana Amerika'ya qaytarib kelish, Amerika iqtisodini kuchaytirish. Bu siyosiy yo'nalish bo'yicha bo'lganda hamda Amerika majburiy emgakni qattiq ayblayolmaydi, cheklayolmaydi. Chunki uning ishlab chiqarilgan mahsulotga ehtiyoji yo'q. To'g'ri. U o'zining manfaatiga xilof. Chunki majburiy emgak bilan ishlangan narsa azon bo'ldi. Azon narsa kelib Amerika bozorida raqobatlashsa, Amerika shirkatlarini yengib o'tadi. To'g'ri. Shunga hamda mundaqcha aytganda axloqiy majburiyat bilan iqtisodiy manfaat birlashgan bo'lg'achqa Amerika buningda ching tura oladi hamda-chu. Keskin qila oladi. Ammo o'tgan 20 yilda, masalan 2015lardan burun 80dan boshlasak, Amerika Xitoydagi nurg'un ishlarga ko'z yumdi. Majburiy emgak masalan turmalarda emgak silib o'zgartish tuzumlari Xitoyda batdi izchil mahsulotlar shularni ishlab chiqariladi. Xitoy turmalarida mahbuslarni ish qilish butun dunyoga sir emas. Amerika shuning uchun qilib Xitoy bilan 30 yil tijorat qildi. Ammo endi uningga ching tura oladi. Ammo Yevropa Amerikadek undaq atgan foydani olib qilolmagan ekan. Şuna Avrupa'dakiler bunu tamamen cheklab qo'ysak, o chog'da Yevropaninki ta'minot zanjirini bug'ib qo'ydi ekanmiz deb Yevropadagi kishilik huquq tashkilotlari, insonparvar advokatlar, muxbirlar, parlament a'zolari, insonparvar parlament a'zolari bularninki shuncha qarshilik qilishi, tanqidlashiga qaramay yana hozirgacha keskin bir majburiy emgakni cheklash qonuni chiqaramadi o'rtoq. Hamda mushunga qo'shimcha bir savol. Mush haftada deyman, mavo nimaninki Xitoyninki. Mavo Turkiyada Chirining zavodini qurgan bo'lib tumanisi deyman. Shuni nima qilyapti? Xitoy nimasini Xitoy mahallasi qurishni planlayotganligi to'g'riliq gaplar bor, xabarlar bor degan. Turkiyaning Manisada Xitoy mahallasidan, Xitoy shahridan
Aha. Shundoq narsa qurmoqchi ekan xabarga chiqib. Ha. Endi bu yerda degandek Yevropada bilan Turkiyaniki gümrük yani ilimsiz Tamojna. bir nemisi tamojna nemisi bor. E, Yevropadagilar jiq mal setib kelgan ayni vaqtda. Hamda hozirgacha setib kelganda Turkiya jiq bir narsa sotanmabdi ekan. Hamda o'zgartimiz deb o'zgartmay qilib kelyapti. Hamda bu hamda nimaniki Xitoyning shirkatlari bu yerga yo'tkilib kelgandan keyin bu yerda yasilib setilgan Yevropaga setilgan narsalar Turkiyaning meli shaklida boramdi yoki qaysi shaklda boradigan gap bu. Masalan, agar bu yerda yasilib qolsa, bu kategoriya uchun tushmamdi. Qaysi kategoriya? U majburamga to'g'ri majburamga tushmaydi. Mecburiyetlere düşmedi de çünkü o yerdeki asaslık işleydiğinler Türkler buldu. Hı. Texnikli xadimlar, elbette Xitay hem de şu qari işlarga Türklerini işletildi o hem de. Hı hı. Hadi şu Xitay şehircisi kuruştu degan gapmiş, 10-15 ming Xitay keldi degan gap bo'layotidu. Bular ailesi bilan baldırı bilan kelsa, çünkü terbiyelengen işçilerini işletish tanarqi azanda onunki. To'g'ri. Bu yerden terbiyelenmegen işçilerini elip bunu terbiyelep qilishdan tanarqi yaxshi chiqmaydi. Şuna bularni akab ishlatsa, bularga hamda bir mahalla quradigan gap, shahar quradigan gap. Turkiya shuningdan hamda keladigan kirimni texnika egillash, balkim bir mezgildan keyin texnika tunab bir ishlar chiqadigan hamda bir davlatga bir davlat zavod korxona qursa. To'g'ri. Her şekilde bundan faydalı hamda. Çünkü bu yerda ishlangan mahsulotni majburan munosabatli mahsulot qatorida nima qilolmaydi bevosita. Ama şu şirket eğer Xitoyda majburiyat bilan shug'ullanganligi chetilgan bo'lsa, u chog'da şu şirket markasidagi mahsulotlarni cheklasa, şu shirkatga uni o'zi jazo berish uchun hamda. U chog'da andaki daxliga uchraydi. Masalan, sen jinoyat o'tkazgan bo'lsang, sening jinoyat o'tkazgan yerdagi pulinglar emas, boshqa yerdagi pulinglarni to'g'ritadigan gap masalan vaqt kelsin. To'g'ri. Hamda boshqa qo'shib qo'ydigan ya bormi buning qirta? Yo'q, bu to'g'riliq boshqa. Kallam binasgan. Hamda G20 yani 20 davlatlar guruhining boshliqlar yig'ini Bu bo'ldi. Bo'lgan bo'ldi. Hamda buningda nima qarorlar ilindi? Masalan, bizga foydali bir narsa deyildimi yoki Xitoyni cheklaydigan bir nima bo'ldimi? Qaysi yangiliklar bo'ldi oldingi qarta? Shuni qarta bir ko'z qarashingizni deb baqamiz. G20'den Xitoyga ziyonliq yoki bizga foydali bir narsa chiqmaydi. G20 degan dunyodagi oldingi 20 iqtisodiy gavdiniki bir araya kelishidan tashkillangan bir tashkilot, iqtisodiy tashkilot deb tushunsak bo'ldi. Buni G7'ninki bir cho'g'aytilgan nusxasi deb tushunsak bo'ladi. G7 g'arbdagi demokratik 7 davlatdan tashkillangan bo'lsa, G20 dunyodagi demokratsiz deb ayirmay cho'ng 20 iqtisodiy gavdadan tashkillangan. Bu 19 davlat bir ittifaq birleşken şunu olan 20 buldu. Yani 19 devlet var bu yerde. Mesela Türkiye, Xitay, Germaniya, Fransiya, Amerika, Angliya degandek, Hindistan, Braziliya degandek. Andan keyin bunun 19'ga birini katımız Avrupa İttifaqı ayrım bir iqtisodiy gavda sifatida qatnashchilik. Shuni bilan qatqanda 20 bo'ladi. Aslında bu 99 yılı kurulgan bir teşkilat 2008'den başlap asaslık başlıkları her yılda bir qatim yig'ilib xalqarалық dunyoviy masalalarni muzokara qilib qo'pidi. Bu qatimki yig'in Braziliyaninki Rio de Janeiro'da ilib berildi. 2 kun o'tkazildi 18-19 bu o'ylab baq 20 davlatdan boshliqi kelib 2 kun yig'in ochsa qanchalik amaliy ishlarni deyishalaydi. Konkret işlerini adette Tashqi ishlar ministrlari, moliya ministrlari, har qaysi kichik tuvan tarmoqdagi ma'muriy amaldorlar qiladi shundaqku.
To'g'ri. Ama çoğun başlıklar degan hem de yig'ilishib, ahvollashib, hal ahvol so'rashib, cho'ng masalalarni masala haqida qarashlarni o'ttirib qo'yishib ko'pidi. Bu qatimqi yig'inning asosliq temasi yillardagidan farqlanmaydi. Muhit asrash, yeni ishlab chiqarish bilan muhitni bulg'ayotmayli, bunga diqqat qilayli. Klimat o'zgarish, ocharchilik bilan nomrodlikni tugutish, tengsizlikni tugutish. Yani hamma davlatda hozir tengsizlik mavjud. Boylar bek boy, nomrodlar bek nomrod. Dunyodagi nurg'un davlatlarda iqtisod hozir 5%, 10% odamning qo'lida-ku hamda. To'g'ri. Shunga hamda bu xil milliarderlardan, bu xil trillionerlardan ko'proq bajalayli degan masala o'ttirib qo'yilibdi bu qator. Bulardan ko'proq baj olish orqali nomrodlar bilan bo'lgan farqni ozaytayli degan gap. Undan keyin energiya, ya'ni shu har qaysi davlatlar bir-biri bilan ehtiyojli bo'lgan ko'mir, neft, gaz, bu narsalarni setib olish va buni qulaylashtirish hamda. Yana o'rtaq yillardan buyon xalqaro yig'inlar deyilib kelgan yana bir masala bo'libmi, g'ayri g'arb davlatlarimi qatnashgan yig'inlarda deyilib kelayotgan masala xalqaro tashkilotlarni isloh qilish. Masalan, hozirgi pul muomala sistemasini isloh qilish, BDTni isloh qilish masalan. Bu shu masalalar o'tirib qo'yildi asosliqi. Bu qatimqi yig'inda. Unda olsa qo'shib qo'yadigan boshqa gap bo'lmasa, buni atlab o'tib ketaylikmi? Başka gap yok çünkü bu yig'inda unda konkret bir narsa yok. Bizga nisbatan bir anaqa ma masala muhim degudekchu. Endi mavu nimada vatanda bir nim bo'ldi endi Qashqarda bir o'rta maktabda bir endi o'zining agentligining deyishicha bir bolaninki yig'ilib ketish bilan 18 kishiniki yorilinib ketganligi to'g'riliq 8-o'rta maktabda. Ashta qaraq bir nim beribdi, buni ochiqlama beribdi. Binasi qarab. Keyin buning masalan boshqacha bir ko'z qarashingiz bormi yoki buning qarata boshqacha bir tahlillarni ko'rdingizmi? Bu vaqtdagi xabarlarning asosli shu Xitoyninki organ torlaridan taqtildi. Hozirgacha bizningki Uyg'urlarninki mayli ichki qismdan ilingan bir xabar o'ttirg'i chiqmadi. Şu anda şu Xitoyninki organ torlari masalan Qashqar gazeti, Urumchi, Xinjiang gazeti yoki Xitoyninki xalq gazeti, bularninki hatto Yashar vaqt gazeti mutaqitibdi buni. Bularning xabarlarida hammasi sen deganga o'xshash Qashqarninki 8-o'rturmi? 8-o'rtur maktabda o'g'il o'quvchilar yotoqdan chiqib darsxonaga kirish jarayonida biraylar teyilib ketgan, shuning bilan boshqalarning qistilishi bilan dasilish vaqasi kelib chiqqan deb shunda xabar berdi. Buning qarta hamda meniki nima boshqa bir qarashim yo'q hozir anaqa nima bir odamni gumonlantiradigancha gumonlantiradigan yoki boshqa Xitoyniki bir anaqa yushugan ahvollar yoki degandek. Chunki bu yerda qanday kishiniki kimlarning yaralanganligi, nima uchun yaralanganligi degandek bir konkret narsa yo'q endi-ku. Buning ustiga o'quvchilar. Ama meniki bekrak diqqatimni tortqani hamda ham gumonlandığını xotinning kiryada bo'ldi deb o'tirib chiqqan bir ish bor. Xo'sh. Sen ko'rdingmi? 21-yilda xotinning kirya debdimi? Xotinning o'zida, Xotin shahrida pichoqliq hujum qilish voqeasi yuz berib 30 odam o'ldi, 30 odam o'ldi, 14 kishi yaralandi degan bir taqchi idorasininki, Xotin shaharlik JX idorasininki bir anaqa xabari o'ttirg'i tushdi ijtimoiy taratqularda. Ama hozirgacha buni hech qanday bir rasmiy medialar xabar qilmadi. Mayli
chet elniki bo'lsin yoki Xitoyniki bo'lsin. Ben bunu ichkirilab tekshirib baktım. Asosliqdan buni Twitter'da bir qancha Xitoy hisoblar taqibdi. Shundaq bir ishlar bo'libdi. Biz bundan 2 kundan keyin xabar topdik. Xitoyda shundaq ishlar bo'lsa, o'tirg'i chiqmaydi ekan degandek gap so'zlar bo'libdi, talash tortishlar, ba'zi munozirlar bo'libdi u yerda. Bizning Uyg'urlar ichidami jiq munozir bo'lganlik, talash tortish bo'lganlik ko'rmadim. Hem resmi medyalardamı bu ahvalını görmedim. Şuna bu xəbərninki aldı bilen çilliqiga qarta bir narsa diyemedim. Bu rast şundaq xəbərmi yoki bo'lmasa diqqat tortish uchun ba'zi Xitoy faoliyatchilar yoki Xitoy xabarchilar to'qigan narsami bunu bilemedim. Bu bir. İkinci biri eğer bu vaka rast şundaq yüz bergen bo'lsa bu küçük iş emasga hamda chu. Xo'sh. 30 kişinin ülüşü 14 kişinin yararlanışı degan bu cho'ng bir vaqa bo'ldi-da hamda. To'g'ri. Bununki ta'sirininki undaq oson biz qilib qoldiganligiga ve ko'zim yetmeydi çünkü hozirgi nimada ijtimoiy taratqular tor uchuq bo'lgan ahvol ostida bizning vatanda hozir undidor yoki do'yin ve nimaligi qo'yishib bu narsa uchuq deyman hozir. To'g'ri. Burun taqagan bilazgil keyin u narsa uchuq. Shunga bundaq ahvolda ma'lum darajada sirtqi yeyilib ketishdan saqlanmaydi. Ve Xitoydagi chet elning muxbirlarimi bu masalani kun tartibga keltirgan bo'ladi deb o'ylayman. Shu buni taqimi bir ichkilab tekshirish yoki bo'lmasa bir tafsilot o'tirib chiqquncha fikr bayon qilmay turish yaxshimikin deyman. Agar biz ko'ngan odat bo'yicha qarasak, agar bu yerda bir Uyg'ur shundaq bir voqeani sodir qilgan bo'lsa, Xitoy medyaları elbette bunu dunyoga jar solgan bo'ladi bu chaqishchi. Chunki Xitoy Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qildi deb ayblashga uchrayotgan, Uyg'urlarni qilmagan terrorlik voqealari bilan ayblab atmagan bo'htonlari qolmagan vaziyatda hamdichu. Agar rost bu yerda bir Uyg'ur bu ishni sodir qilgan bo'lsa, kiriyalik degan qaraganda Uyg'ur bo'lish ehtimoli yuqori hamdichu. O çağda Xitoy medyaları bunu jar solgan bo'ladi deb o'ylayman. Yoki buni endi bir Xitoy Uyg'urlarga qartib qilgan bo'lsa, o çağda yoshirish ehtimolligi yuqori endi. Tushunishdik. Men faqat mush ikkisiga diqqat qildim. Boshqa nim qilgan boshqa bir voqealar bormi? Siz kuzatgan. Ya nimaga iliq vatanda bo'lganchu, mush yaqinda bo'lib o'tgan. Yo'q, boshqasini o'qimadim. Mush ikkisi meniki ko'rganim bu haqda vatanda bo'lgan ishlar ichidan. Xitoyning ichida bo'ldi-da, oldin qatimda biz so'zlashgan anaqa. Nima anaqa maydondagi usul o'ynayotganlarga hujum qildigan. Nimada Jiangsuda bir anaqa maktab boshlang'ich maktablar maktabdagilarga hujum qildigan bundaq ishlar Xitoyda yuz berdi. Ammo bizning vatanda shu ikki biri shu rasmiy Xitoy tarafdorlari taqatqin Qashqardagi o'rta maktabdagi dasilish voqeasi, yana biri ancha-muncha ijtimoiy taratqularda o'tirg'i chiqqan, ammo hozirgacha hech qanday bir rasmiy media xabar qilmagan. Xotindagi shu pichoqlash haqidagi iddio deylamdi buni. Agar bir nima rasmiy xabarga erishib qolsak, buning qarta fikr bayon qilsak bo'ladi oldimizdagi haftalarda. Tamam. Endi buni mushunchalik, chunki aniqsiz xabar bo'lg'achqa buniga jiq to'xtalolmadik. Asli muhim bo'lgan bir tema. Endi keyingi savolga o'tib ketaylik.
Yaqında Amerika parlamentida tanıştırılgan Janubiy Mongoliya, yani bizning bizga o'rgatilgan til bo'yicha ikki Mongol demdiq. Hmm. Qonun loyihasi nima qilibdi? Undan keyin buningki bu o'tgan narsalar hamda masalan madaniyatni qo'g'dash degandek nima qiladi hozir. Biz bu qonun bundaq masalan ikki Mongolning qonunlari yangi chiqayotgan qonunmi yoki burunmi mushta narsa bormidi yoki Xitoyni bekroq nima qilish uchun nemiz Xitoyga bekroq zarba berish uchun yoki qisqash uchun chiqarilayotgan qo'shimcha bir qonunmi? Ya'ni bu yerda bizniki Bu o'qish. buni hozir Amerika parlamentida chiqarmidi bu qonunni Hı hı. tunishtirdi. Hı hı. Janubiy Mongoliya kishilik huquq siyosati qonun loyihasida bir qonun loyihasini Cumhuriyetçiler Partisi'den bireyle, Demokratlardan bireyle birleşmiş şekilde tunuşturdu. Bu qonun loyihasi öz ayni desek mubolag'a bo'lib ketmas deyman. 2020'de chiqarilgan Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasiga o'xshaydi. 2020 tunji bo'lib Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasi chiqdi-ku. Xo'sh. Ha, Bu to'g'ri. Amerika tarixidagi tunji qatim Uyg'urlar uchun chiqarilgan bir qonun. Belki dunyo tarixidagi Uyg'urlar uchun chet elda chiqqan tunji bir qonundir. Bu hamda Janubiy Mongoliyadagi xalqlarniki til, yoziq erkinligi, madaniyati, e'tiqodi qatorliqlarni qo'g'dashni maqsad qilgan Janubiy Mongoliyadagi yoki sen degandek ichki Mongoliyadagi Mong'ollarniki manfaat uchun chet elda chiqarilgan bence tunji qonun. Chunki ularniki davosi, ularniki masalasi Tibetler bilan Uyg'urlarnikiga selishtirganda biraz keynida. Chunki ularning ichidan chet elda faoliyat qilganlarmi oz, Janubiy Mongoliyaning faoliyatchilari. Ondan keyin tashqi Mongoliya mustaqil bir davlat, tashqi Mongoliya mustaqil bir davlat bo'lish sifati bilan u Xitoy bilan, Amerika bilan, Rossiya bilan bo'lgan munosabatlarni takomillashtirma deb bu ichki Mong'ollarning haq-huquqini qo'g'dayolmaydi hamda-chu. To'g'ri. Shunga hamda Amerikadagi parlament a'zolari buni o'ylashib, shunga Xitoyninki shu ichki Mong'oldagi yerlik xalqlarning haq-huquqini dafsanda qilishga qarshi bu qonun loyihasini o'tirib qo'ygan. Demismi hamda o'tgan bir qancha yilda Xitoylar shu ichki Mong'oldimi shu Sharq Turkistonda yoki Tibetda ilib borgan siyosatlarininki o'qishini ijro qilishga boshladi. Masalan, Mong'ol til yoziqini amaldan qoldirish maktablarda, tamamen bütün maktablarni Xitoychalashtirish, Mong'ollarning urf-odatlarini cheklash deganga o'xshash siyosatlarni ilib bordi. Yani ma'lum ma'noda aytganda bizga ilib berilgan irqiy qirg'inchilikninki shamili hamda ularga yetib berildi. Çünkü ularni Xitoyga nisbatan yot millat. Xitoy yot millatlarni o'zininki madaniyat jihatdan dushman deb qaraydigan bo'lg'achqa, ularni assimilyatsiya qilib yo'qotishni o'ylaydi. Shunga bularninki dafsanda qilingan huquqlari ve bularninki mavjudligi uchun Amerikadagi ishki parlament a'zosi bu qonun loyihasini o'tirib qo'ygan. Çoğun cihetini aytganda hamda Amerika'nınki parlament a'zolari yoki siyosiy yo'llari nima deb hamda yillardan buyon tashlanib qolgan yoki ko'zga ko'rinmagan masalalarni ko'tarib chiqib, undan keyin buni o'tirib qo'ydi desam, u albatta sen degandek shu Amerika'nınki Xitoyni imkon bor cheklagili bo'ldigan yerlardan tutib cheklash, jazolagali bo'ldigan yerlardan tutib jazolashga o'tganligini ifodasi hamda. Çünkü munosabat yaxshi chog'da aybini ko'rmaydigan gap. Munosabat nacharlashgan vaqtda hamda hamma tarafi ko'zga sig'maydigan gap. Lekin Janubiy Mongoliyaliklar uchun hamda bir cho'ng bir ish hamda. Xuddi biz 2020'da Amerika Uyg'urlar uchun bir qonun chiqaribdi deb xo'sh bo'lganga o'xshash, tantana qilganga o'xshash Janubiy Mongoliyaliklarmi
tantana qilyapti hozir, xushalligini bildiryapti. Şimdi bununki mesela değiştik mesela kanunlayı sunuldu dep. Bunun mesela kanunlayı bu kılış ihtimali qanchaki yuqori? Sizce mesela hazır tutumu özgürlüğü dedik ama nimeninki? Bu kanunlayı ötüp qilish imkoni mumkinchiligi bormi? Bu elbette. Hazırki Amerika'nın atmosferasında Xitay'a karşı bulungan kanun layihələrinin o'tish nisbati intayin yuqori. Çünki Xitay'a qarşı her iki partiye ortak emasmi? Fakat Doğru. Xitay'a karşı bazı uslub o'xshamagan bilan, ama Xitay'ni cazalash, Xitay'ni tizginlash yoki qarshi turishda ikki partiya o'rtasida cho'ng ixtilof yo'q. Mesela Amerika'da Uygurlar hakkındaki hazır 3 4 kanun öttüğü resmi ma'qullandı. Doğru. Bu kanunların hiçbiri de halkı bir partiye köp bir partiye az emas. Asasen halkı iki partiyelik şekilde, yani partiyesiz kollaydı, şu partiye ayrımı kılmazdı. Şuna bunun ötüş ihtimallik elbette çok. Tushundim. Unda xo'sh, boshqa qo'shib qo'ydigan nimangiz bormi? Qo'shib qo'ydigan yerlar bormi? Muşu temigimi yoki boshqa? Boshqa bo'lsin yoki chunki hozir savol tugdi hisobda. Kam qolgan degandek. Bu haftaliklar pek qiziq nuqta yo'q hamda hisobda Yo'q, alohida. boshqa bu temaga qarta boshqa qo'shqidek narsa yo'q. Nima so'zlashdik menimcha. Ama benimki bilan deydigan bir ikki gapim bor zodi bizniki ko'rurmanlarimizga. Xo'sh. Bizniki asosliq ko'rdiganlarningki ichida eng ko'pi Qozog'iston tarafda ko'rdikanmizni. Ko'rdikansizlar yoki O'rta Osiyodagi qarindoshlar. Ama biz O'rta Osiyo haqida bek tunishga yoki xabarga erishmaydi ekanmiz bu Turkiyada turibchi. To'g'ri. Yani bu Türkiye ma'luman aytganda g'arib Yevropa taraf bo'lgandan mayli til yoziqdagi farqmi yoki munosabat zich bo'lmaganlikdanmi. Shunga O'rta Osiyodagi Uyg'urlarga munosabatlik muhim voqealar, hodisalardan bizni xabardor qilgan bo'lsanglar degan umidim bor. Mayli bunu ilxat orqali avatamsizlar meniki shu YouTube kanalimninki nimasida hisob qismida email adreslarim bor. Yoki bo'lmasa ijtimoiy taratqular qilib yetkazsanglarmi bo'ldi, mundaq ishlar bo'lganda deb hech bo'lmaganda nimasini deb bersanglar, mazmunini demasanglarmi, haliqi mavzusini mundaq ishlar bo'ldi debchi. Ondan keyin men hozir ruschani o'rganyapman, inglizcha yaxshi, xitoycha bilaman. Unda qo'ygandan keyin qozoqcha, o'zbekchani mayli latinchasi bo'lsin, mayli kirilchasi bo'lsin o'qib tushunalayman. Shunga nima mavzu yetgandan keyin yoki xabar manbasi bo'lgandan keyin boshqa xabarlarning tafsilotiga erishish ehtimolligim yuqori. Ehtimolligimiz yuqori yoki shundaqmi? To'g'ri. Hamda bizmi to'g'ri, sizlar ko'rayotganliginglar tushliq, bizmi hamda shuni qarta haliqi sizlar qiziqadigan bir narsalarni bizmi deb bersak, teg'imi yaxshi deb o'ylaymiz. Shu O'rta Osiyodagi biz hozircha O'rta Osiyoga borolmaymiz-da, hamda Xitoyning pasporti bilan. Shu O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizdan xohlaganlarningki shunday temalarda bizni xabardor qilishini umid qilaman. Chunki biz xalqaro xabarlarga chiqqanini bildik emas, chiqmagan o'qimaymiz. Ondan keyin ijtimoiy taratqularda yoki bizdagi shaxsiy aloqalarda biz ko'pincha Turkiya, Yevropa, ondan keyin vatandagi ishlardan bekor xabar topamiz. Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, O'rta Osiyoga nisbatan bek nima emas bizniki. Tunishimiz cho'nqir emas. Tunishimiz cho'nqir emas. Beg'imizmi yaxshi
münasebet beri demekçi-de. Münasebet daimizmi yaxşı yetilmeyligende. Şuna bu cihetlerden bizni bilip kalsınma balla deydiğen uçurlar olsa temellisanlar. Şunun asasen biz dünyadaki asas Uygurlar münasebet meselelerini birinci orun koyumuz. Onundan kalsa andaki halkalardaki çok meselelerini ikinci orun koyup durup son programınınki timlerine biktimiz. Muşu cihette oyluğallarımda digim battı. Sen muş prosette digiz oldun. Rahmet. Hazır mı yana 20 yakın qeyrindişimiz bizni körüp duruyordu. Hem de hazırgacha baştan ayak. Köygen boldu hem de köygünün köptün köp rahmet bizni. Keçini demey, belki işlişanlar mümkün. Şunda bolsunmu yana bizni yalğız taşlap koymay, 24 hem de hatta. Körüp atıslar bizne ait xursamiz. Biz zeriktirip koymay. Sizlarning ditinglarga yoqqidek bir narsa nim qilganimiz uchun biz mana ayt xo'shal. Rahmat, ko'pdan ko'p rahmat. Inkastlaringlarni teg'inbek masalan atrofingdagilarga mishlar taqib qo'yishinglarni foydalanib qilish uchun buni taqib qo'yishinglarni ko'pdan tovanchilik bilan so'raymiz. Chunki biz ham de buni xalqimizning bir aylanib qilish uchun taraqqiyotni yoki kunlik xabarlardan bir yani xabardan emas balki tahlillardan bir nim qilib qolishgan, bilib qolishgan buningki aslida yetayotgan ma'nilarini uchuqlab berishga, tushuntirib berishga tirishyapmiz. Shunga hamda boshqa qarindoshlar sizlarga yetkazib qo'yishinglarni tovanchilikdan so'raymiz. Bizni qachilib olishinglarni, bizga inkos yozishinglarni, haqiqatan biz o'zinglar qiziqayotgan mazmunlar to'g'risida agar savol so'rab qo'ysanglar, agar buningki nimasi qiziq nuqtasi o'tib ketmaganlar bo'lsa, hamda biz buning qarata bir savol javob berish tirishimiz. Anin keyin bek cho'ng bir savollarni so'rasanglar balkim javob bermasligimiz mumkin. Masalan, 3-dunyo urush chiqamdi yoki nim qilamdi yoki qanday bo'ldi degandek. Chunki buningga bir atmosfera bo'lmagan ahvol ostida buningga javob berishimiz biroz nim bo'lib ketishi mumkin. Ama şu qiziq nuqtaga aloqalar bilan so'rasanglar biz javob berish tirishimiz, xudoyim buyursa. Mening ta'kidlab qo'ydiganim shunchalik. Muşu balın gipini anlatanlar. Hoş. Hem de keler hepti görüşkiçi aman bulunla. Ölüp kalmasak görüşeceğimiz xudoyim buyursa. Allah'a emanet, aman bulunla. Allah'a emanet. Hoş.